xona buncha ajoyib. Qaysi karavot meniki ekan? Oh, bunisi sal singanga o'xshaydi. Bunisi esa ayni muddao. O'z joyimni tanladim. Xonadoshim kim ekan? Oh, bu yerdagi xizmat dabdala. Chamadonimni o'zim ko'tarishim kerak. Hamma narsa singan. Bu yerda qanday uxlaysiz? Xonadoshimning karavoti yaxshi ekan. Unga esa pul kerakligi ko'rinib turibdi. Ismingiz Mary, shundaymi? Keling, sizga $100 beraman. Karavotlarni almashamiz. Yaxshi, bu yerda uxlashingiz mumkin. Oh, biror narsa o'ylab topishimiz kerak. Oh, kuryerim keldi. Men borib olaman. Oh, salom. Mana pulingiz. Oh, bunisi esa meniki. Rahmat. Qani nima kelganini ko'raylik. Voy, ulkan yog'och taxtalar. Oh, mayli, ehtiyot bo'laman. Yo'q, shekilli ehtiyot bo'la olmadim. Bir narsa topdim. Bu ham karavotimning bir qismiga o'xshaydi. Va drill. Bu juda ajoyib. Qani boshladik. Zo'r. Mening eng chiroyli karavotim bo'ladi. Dadajonim asboblardan foydalanishni bejiz o'rgatmaganlar. Mana ajoyib karavotimni yig'ib deyarli tugatdim. Xo'sh. Nima? O'sha kambag'alning xonasi menikinidan yaxshiroq bo'lishi mumkin emas. Men ham o'zimga orzuyimdagi xonani buyurtma qilaman. Oh, mana mening buyurtmam ham keldi. Xayrli kun. Mana pulingiz. Xona yo'lakning oxirida, 3-eshik. Oh, eng zo'r xonani kutyapman. Ko'rdingizmi, Mary? Mening xonam bir necha soniyada tayyor bo'ldi. Faqat o'yinchoqlarimga ehtiyot bo'ling. Ular men uchun juda qadrli. Oh, ha, mana bu boshqa gap. Mening go'zal rasmlarim juda ajoyib. Xo'sh, xayr. Xonam tartibga keltirildi va men bu yerda yashashga tayyorman. Xonam biroz bo'sh ko'rinyapti. Ajoyib g'oya keldi. Menga mana shu kamalak rang pardalar kerak. Kuting. Bu mening xonamda ham chiroyli ko'rinadi. Devorlarni bezatishim kerak va menda ajoyib g'oya bor. Mana bo'ldi. Ryukzagimda bir narsa bor edi. Qarang, qaychi va karton. Endi esa chiroyli gul qolipi tayyor. Menda bo'yoq bor. Endi nima qilishimni bilasizmi? Butun devorga rasm chizaman. Eng sevimli mo'y qalamimdan foydalanaman. Ko'rdingizmi? Bu unchalik qiyin emas va ancha chiroyli ko'rinyapti. Menga juda yoqdi. Oh, u bu gullar bilan nimaga umid qilyapti? Yana bir ajoyib g'oya. Bu yerda nima bor ekan? Bo'sh muzqaymoq tayoqchalari. Ulardan har xil ajoyib narsalar uchun ajoyib javon yasasa bo'ladi. Zo'r. Xonam hozirdanoq chiroyli ko'rinyapti, lekin keyingisi nima? Voy! Paypoqlar. Bizga ulardan ko'proq kerak. Mana bu ancha yaxshi. Ularning qanchalik rang-barang va ajoyibligini qarang. Nimadir yetishmayapti. Oha! Paypoqlarimdan ulkan gilamcha yasayman. Ajoyib. U biroz qattiq ekan. Bingo! Butun xona uchun o'zimga gamak yasayman. Juda mustahkam bo'lishi uchun uni mahkam bog'layman. Voy! Salom, Emma. Nima? Yo'q. Salom qizlar, mening xonamga mehmonga kelinglar. Ana ular kelishdi. Men yugurdim.
Salom Rachel va Jessica. Sizlarni kambag'al qo'shni Meri bilan tanishtirmoqchiman. Mayli, u bilan salomlashishingiz shart emas. Sizlarga ajoyib xonamni ko'rsataman va birga vaqt o'tkazamiz. Haqiqatan ham ajoyib ko'rinyapti. Meriga esa bu yerda joy yo'q. Xonamga yaqinlashmang ham. Nima? Oh, Mayli. Sizlarsiz ham o'zimga mashg'ulot topaman. Oh, bu taxtachadan foydalansam bo'lar ekan. Qani uni olaylik. Xo'sh, bu yerda yana nima bor? Coca-Cola shishasi. Ichida nima bor? Oh, bu menga kerak bo'ladi. Mana yana uyimga qaytdim. Coca-Cola shishalarini bu yerga qo'yishim kerak va bundan stol sifatida foydalanaman. Uning ustiga esa kichkina ayiqchamni qo'yaman. Albatta, konfetlar ham. Kim ham uni yoqtirmaydi? Nima? U nega xursand? Mayli qizlar, endi karaokeni eng baland ovozga qo'yamiz. Oh no! Nima? Oh, juda baland. Uni qanday o'chiramiz? Nima qilishni bilaman. Okay. Oh, ular meni aqldan ozdirishyapti. Qorovul, iltimos yordam bering. Xonadoshim juda shovqinli bazm qilyapti. Okay. Buni hozir hal qilamiz. Qizlar, nima qilyapsizlar? Shovqin qilish mumkin emas. Nima? Uzr, lekin sizga yordam bera olmayman. Nima? Oh, mayli, o'zim bir ilojini qilaman. Menda g'oya bor. Sharni oldim. Keling, uni damlab, shiftga yopishtiramiz. Emmaning do'stlari mening xonamga kelishni xohlashadi. Disk ham ajoyib nur qaytaruvchi bo'la oladi. Bu mening disko sharim uchun ajoyib bo'ladi. Dahshat! Awesome! Voy, ajoyib! Cool! Va biroz baland musiqa. Qani raqsga tushamiz ayiqcha. Nimalar bo'lyapti? Yana bir bazmmi? Emma, uzr, lekin biz xonadoshingning xonasiga ketyapmiz. Salom Meri, qani raqsga tushamiz. Oh, ular meni tashlab ketishdimi? Mening manikyurim bunchalik chiroyli bo'lmasa, bu nima o'zi? Meri, qutqaring! Bu yerda sichqon bor. Nima? Nima? Mayli, hozir buni hal qilaman. Oh, qarang, bunchalik yoqimtoy. Uni o'zimda olib qolaman. Zerikmasligim uchun uy hayvoni bo'lishini xohlayotgandim. Hatto unga qanday qilib ajoyib karton uy yasashni ham bilaman. Bo'laklarni kesib olamiz va ajoyib uy yasaymiz. Derazalarga albatta parda kerak bo'ladi. Va ism yozilgan taxtacha. Sening isming Mikki bo'ladi. Uyga kir azizim. Endi sen mening eng yaqin do'stimsan. Juda yoqimtoy. Menga ham uy hayvoni kerak. Biror narsa o'ylab topaylik. Menga dunyodagi eng yoqimtoy uy hayvoni kerak. Oh, mana mening yangi do'stim. Do'stim qani? Oh, barcha kuchukchalarning malikasi bo'lgan bu yoqimtoyni qarang. Sening isming Phoebe bo'ladi. Men sening yeni egangman. Xo'sh, Nice! men kabi chiroyli bo'lishing uchun sochlaringni tarab qo'yaman. Va bir nechta aksessuarlardan foydalansak bo'ladi. Voy, juda qimmatbaho ko'rinyapsan. Mana senga shirinlik, yegin qizim. Mikkiga haqiqatan ham Phoebe yoqib qoldimi? Bu haqiqiy sevgi. Yo'q, unday qila olmaysiz. Ular birga bo'lishlari kerak. To'xtang, Phoebe, u yerga borma. Mikki, to'xta! Oh, yo'q. Mening Mikkimga sening Phoebing yoqib qolgan ko'rinadi. Bu qiziq. Do'stlar, sizga bu video yoqdimi? Unda like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va pastda izoh qoldirishni unutmang. Tez orada ko'rishguncha, xayr!